Uchrashuv yakunlandi. Oxirgi daqiqalar yondi. Dastlab bizda vaziyat bo'ldi. Himoyachi jarima maydonchasi tashqarisida qo'l bilan o'ynagani uchun qizil kartochka berdi hakam. Shundan so'ng O'zbekiston hujumga tashlandi, gol urib oldi Igor Sergeyev. Vaziyatdan foydalandi. Ammo oxirgi sekundlarda 5 daqiqa qo'shilgan edi. 6-daqiqada baribir Niderlandiya hujumga e'tibor qaratib g'alaba golini urib ketdi penaltidan. Ikkita penalti va mag'lubiyat. Lekin bu safar menimcha yaxshiroq taassurot qoldirdi terma jamoamiz, ya'ni qo'sha olishi, taslim bo'lmasligi, faqat ba'zida o'sha himoyada xatolar kuzatilyapti, o'tib ketishyapti raqiblarimiz markazdan. Ayniqsa o'ylaymanki bu borada futbolchilarning o'zi ham, murabbiylar ham xulosa chiqargan holda rasmiy o'yinlarga yetarli tayyorgarlik ko'rishadi. Azizlar, o'yinni ko'rdinglar. Boshqacha bo'ldi. Stadionda mundial oldidan bo'lsa ham ilk golimiz o'yindan kiritildi. Niderlandiya esa Gollandiya ekanda. Tarkib, saviya, turli boshqa bilinib turibdi. Ular ikkita golni penaltidan urishdi. Bittasini o'tkir qaytarishga harakat qildi, ikkinchisida esa hattoki pauza ushlash mumkin ham emas deyishyapti. Hakam xato yo'l qo'ygan ham bo'lishi mumkin. Mayli, bu o'rtoqlik o'yini, agar rasmiy uchrashuv bo'lganda biz buni muhokamasini so'rardik. Hozir asosiysi bir kam o'yinchi bo'lib qolishganda raqiblar hujumkor futbol ko'rsata olar ekanmiz. Shuni ko'rib oldim. Eng muhimi menga yoqqan narsa shu bo'ldi. Har bir uchrashuv nimadir ozuqa beryapti. Ertaga katta qozonga tashlanganimizda o'sha qanaqa foydalar keltiradi. Endi Meksikani kutib qolamiz. Meksikadagi stadion, bilasiz, Diego Armando Maradona chempion bo'lgan stadion, Pele chempion bo'lgan stadion. Ana shu stadionda biz ilk o'yinimizni o'ynaymiz va Fabio Cannavaro oldida yaxshigina muddat turibdi. O'rganib chiqishga, yetarlicha saboq olishga. Endi ko'ramiz, o'yin qanotimizdagi Farruh Sayfiyev jarohati qanchalik bilmaymiz hozir. Shu joyda Aziz Turg'unboyevni esladim. Aziz Turg'unboyev yillik o'sha 4 taning ichida bo'lganida hozir o'sha funksiyani bajara oladigan yagona futbolchimiz edi. Hali ketishi mumkin bo'lgan 4 ta futbolchidan birontasi u pozitsiyada o'ynamaydi. Mayli, kutamiz, balkim Farruh yaxshidir, balkim Alijonov umuman taktik yurish qilib turib kutilmaganda shiddat bilan tushib qoladi. Do'stlar, mana shu xulosamiz. Yana ko'p gaplarimiz bor. Buni albatta boshqa ijtimoiy tarmoqlarimiz orqali aytib o'tamiz. Salomat bo'linglar. Igor Sergeyev tushgandan keyin bor imkon ikkinchi qavatda kurashishga. Hatto Niderlandiya o'ynayotgan bo'lsa ham ikkinchi qavatda urib oladi deb hisoblashyapti. Bitta Doston. Voy, yana Doston. Sherzod, shu yerdan. Shu yerdan. Yoqqan kombinatsiya. Mazgavoy. Yaxshi imkon. Igor! Bir gol. O'yindan urdik. Niderlandiyaga. Yaxshi. Ana hujum va ana hujumchimiz. Igor epizodni topda bitta teginishda hal qildi o'z uslubida. Qoyil. Himoyada yotib olmaydimi Gollandiya deganlari, biz vaziyatdan foydalanamiz. Endi maqtansa bo'ladigan Gol urib oldik. Maqta hozir ayni vaqtda emotsiyalarni chiqarib olaylik biz ham. Penaltini evaziga olgan vaziyatimiz. Ikkita o'yindan beri kutayotgan golimizda emotsiyalarni chiqarib olaylik do'stlar, to'g'ri tushunasiz? Ya bu arziydi. Ajoyib.